jonim, ochilib ketibsizmi? Rahmat. Bilasizmi, men sizni burningizdan tishlab olgim kelyapti. Men sizni quloqlaringizdan tishlagim kelyapti. Men seni yuzingni yeb qo'yaman. Men o'zingizni yeb qo'ygim kelyapti. Men seni qaynatib yeb qo'yaman. Men sizni qovurib yeb tashagim kelyapti. Kechirasizlar. Yeyishga shuncha narsalar bor ekan, ichishga u narsa buyurasizlarmi? Ochmayman dedim, ochmayman. Men bitta gapiraman. İltimos. Bitta qizimiz yo'q demang, otajonimiz, iltimos. Buning narsalarini yig'ishtirib ketib qolyapti. Sevamanmi shu? Ochmayman. Xo'p, bolamiz uchun, shu farzandimiz uchun yo'q demang. Oxirgi marta otajonimiz, iltimos oching. Bu uyda xo'jayin menmi yo'qmi? Yo'q, siz. Ochmayman. Yo'q, siz xo'jayin. Siz otajonimiz faqat. O'zbekchilik. Meni hurmatim. Bir bashimdan. Gapirishga qo'yasanlarmi, qo'ymaysanlarmi? Buning narsalarini ko'chqoroni yig'ishtirib ketaman deyapti. Ochmayman. Iltimos. Mahalla ko'yda nima degan odam bo'laman? O'zimga yarasha oching, otajon. Ochmayman. Voy, ketmaysan. Adasi, iltimos, tiz cho'kiymi? Iltimos, oching, yo'q demang. Ketib qolsa-chi? Yo'q, ketsa, men. Ketsa seni ham bilan qo'shib ketsin. Bo'yningga olasan. Tushundingmi? Ochaman. Tamam. Voy, rahmat otajonimiz. Rahmat. Baraka toping otajonimiz. Chiq. Okey. Nega gapirasizlar? Eshitaman. Xonalar bemalol. Issiq suv bormi sizlarda? Yo'q. Issiq suv tepalik ko'ringchi. Yo'q, unaqa issiq suv emas. Issiq suv bormi o'zi? Ha, issiq suv. Ha, yo'q, sovuq suv bor. Issiq suv endi hozir remont ketyapti. Issiq suv yo'qmi? Yo'q, remont ketyapti. Ha, mayli. Lekin zo'r xonalarimiz bor. Yaxshi xonamiz bor. Yo'q, aka, men narigi ko'chada 3 qavatli uchastkam bor. Cho'mil olmoqchi edim men. Aka, sizlarda ambur bormi? Ambur yo'q. Chelakchi, temir chelak. Chelak yo'q. Bolg'a yo'qmi? Bolg'a yo'q. Mixchi. Yo'q. Arra bormi? Arra. Arra yo'q. Hech narsa yo'q ekan, qulplab ketavermaysizmi aka? Odam ovora qilmasdan. Qulp yo'q. Tushunmadim, singlim sal mizg'ib qolibman. Yarim soatdan beri menga qarab puflaysiz, nima qilyapsiz? Menga dam so'rayapsizmi? Ma'nosini tushunmadim. Menga puflaysiz, menga bunaqa qilib puflaysiz. Hech kimga aytmaysizmi? Shu nimaga aytaman? Kimga aytaman? Sababini aytsam aytmaysiz? Yo'q, aytmayman hech kimga. Bemalol. Ishonsam bo'ladimi sizga? Qiziqgansiz. Ishonavering, kimga aytaman? Men sababini bilmoqchiman. Nima menga qarab yarim soat, 1 soat bo'lib qilasiz. Tushunmadim. Bor. Sizni xonangizni konditsionerni o'zim qo'lim bilan buzib qo'ydim-da, o'shanga sizga puflab o'tiribman, hech kim bilmasin, aytmang. Hisobmi? Xo'sh, plastikda to'lasam ham bo'ladimi? Albatta. Marhamat. 96 kodi. Sizlashtirib olarsiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Hammasi joyida? Joyida. Sizga
choy chaqani ham xuddi mana shundan olasiz. Plastikdan olasiz. Uzr. Sakin aka. Osh yegan qo'llaringizni ushlab qo'yaylik. Yema, qoshiq deyman, uzr. Har ortiqqa gap ko'rinmaydi. Mana. Assalomu alaykum ortiq aka. Yaxshimisiz? Nima bo'ldi bularga? Ko'p kasal bo'ldi. Ko'p kasal. Hozir. Ha, bu Hisoblavering. O 9800 so'm. 9800, mana 10000 so'm. 10.000, xo'p, rahmat. Ana значит, sog' bo'ling, omon bo'ling. Nimaga siz qoidani buzyapsiz? Nima foydasi? Nimaga menga qaytim beryapsiz? Ha? Nimaga qaytimga pul beryapsiz? Pul beraman-da, nima beraman? Zo'rlab menga saqich bermaysizmi? Saqich? Menga zo'rlab shimaydigan kampit bermaysizmi? Yo'q, mana anaqamiz bor-ku, mana mayda pul. Nimaga qaytim beryapsiz menga? Yo'q, mayda pulimiz bor-ku, nima qilasiz? Yo'q, bolalarga men balkim bu saqich va'da qilgandirman. Sal o'ylab nima qilmaysizmi? Nimaga menga qaytimga pul beryapsiz? Xafa bo'lmaysan, o'g'lim. Ayb menda emas. Men senga saqich olib bermoqchi edim. Mana zo'rlab saqich berish qoldirilibdi. Endi saqich chaynash ham qoldiriladi. Salomat bo'ling. Endi saqich qatib qoldi. Chaynamasa. Xo'sh, dadasi, mana bu yerda katta televizor qo'yamiz. Uni oldiga bitta chiroyli qilib rasmni ilib qo'yamiz, xo'p? Keyin mana bu yerda oilaviy rasmlarimizni ilib qo'ysang bo'lar ekan. Yoniga katta gultuvakda, guldonda gul qo'yamiz. Keyin ko'rasizki, uyimiz juda ham chiroyli bo'lib ochilib ketadi, ha? To'g'rimi? Yana katta divan qo'yamiz. Televizor ko'rib, dam olib o'tiramiz. Qani? Tovuq miya. Avval militsiyaga qo'ng'iroq qilsaymikin? Har holda uyimizni o'g'ri urdi. Dadasi, mana bu yerga katta gilamni tashlaymiz. Voy, shu yerda ekansiz-ku. Qanaqa odamsiz-a? Qanaqa odamsiz? Sizda uy bormi, Temur aka? Yon tarafdan kechgacha mana shu temir tersaklaringizni o'ralashib o'tiraverasiz. O'tgan kuni mana shu ishxonangizda qolib ketdingiz-a, Temur aka? Yuragingiz temirga aylanib bo'pti o'zi. Temirxon o'zingni bor. Qanaqa? O'zingni bor. Siz uyingiz bormi? Bola-chaqangiz bormi? Bor. Nima uchun mana shu temir kesagiga yopishib olgan. O'zingiz temirligingizdan ketadimi shunda? O'zim temir kesakni yaxshi ko'raman. Bo'pti. Bugun uyga boqinglar boring. Men hozir Bektemir bog'chidan oladigan vaqtim bo'lib qoldi. Ya, suyunchi berayotganda nevarachalik bo'lmas. Qizing telefon qildi. Voy, rostdanmi? Menga ham qilgandi. Ismini nima qilib qo'yaylik? Nima aytdim? Po'latjon qo'yiladi. Voy, baraka toping, Temur aka. Bugun vaqtdan boring, osh qilaman, xo'pmi? Xo'p. Navaramiz tug'ilganiga nishonlaymiz. Vaqtdan boring, Temur aka. Men Bektemirni hozir bog'chidan olib uyga ketaman, xo'pmi? Men avval garajga kirib, keyin uyga kiraman. Assalomu alaykum. Temir yo'lchilar mahallasiga. Rahmat. Marhamat. Avvalo, mehmonxonamizga xush kelibsizlar. Rahmat. Mana televizor, pult ishlaydi. Tagida sovutgichlar bor. Bu yerda o'tirib dam olasizlar. To'g'ridagi xona yuvinish xonasi, mana o'ngdagi yotoqxona. Rahmat. Yaxshi dam. Rahmat. Aka, faqat bitta iltimos bor. Bizlarni hech kim bezovta qilmasin. Hech kim, umuman hech kim eshikni taqillatmasin. Xona yig'ishtiraylikmi, nimadir olib kirib beraylikmi? Hech qanaqangi bir bezovtagarchilik bo'lmasin. Iltimos sizlardan. Tushundim. Boshimizdan o'tgan. Tushundim. Rahmat. Yaxshi dam olinglar. Xo'p, rahmat. Bu kishi kim bo'ladi sizga? Turmush o'rtog'im, kecha to'yimiz bo'ldi. Kecha to'yingiz bo'lgan bo'lsa, demak sizlar bizga asaloyini nishonlash uchun kelgansizlar. Ya, aka, siz tushunmadingiz. Biz
to'yanani sanagani keldik. 2 soatda ketamiz aka. Shu 2 soat bizdan hech kim yashatamaydi. Iltimos sizlarga. Qanaqa tushunadi? Men o'qib qolaman, siz o'qib. Госпожа уехала неожиданно, я даже не знал. Ты обязан был обеспечить ее безопасность или искать ее. Но все это было бесполезно. Речь идет о жене падишаха Мустафа. Которая моя жена. Мать моих 5 детей. Как она могла попасть? Mana pul sizga tarbiyaga urib yonimga tegdingiz. Ko'ring shu futbolingizni, ko'rmay turib qoldim shu serialni. Olmay, Kamilaxon yaxshimisiz? O'zi tushunasiz, anchadan beri oylik bermayapti. Shuning uchun ovoluvdim. Iltimos, xo'jayin bilmasin faqat, mayli. Hop, xo'jayin bilmasin. Rahmat. Xabaringiz bor. Qachondan beri oylik olmadik. Shunga iltimos sekingina nima qilib qo'yay? Aytmayman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kamilaxon yaxshi ishlayapsizlarmi? Rahmat, yaxshi. Amal tinchmi? Kamchilik yo'qmi? Yo'q, rahmat. Xo'sh. Kamilaxon, men kassadan 3 million so'm pul oldim. Shuni mana bolalar bilib yotmasin. Qaroringizda qoldingiz. Bilib ko'ring. Chuqur o'ylab keyin yurayapmiz. Mana shoh. Mana mot. Qaysi tashkilotdan edingiz? Gazdan. Gazdan. Demak, gazdan qarzimiz yo'q. Keyingisi. Elektr tarmoqlaridan ochildi. Qayerdan dedingiz? Elektr tarmoqlari. Elektrdan ham qarzimiz bor ekan. Qancha boshlaysiz? Siz bilan oldin o'ylovdi shekilli. Oldingi 6 oylik olib keting.